Buni Soho aytdimi? Xo'sh, nima dedi? Ko'p narsa gapirdimi? U hech narsa demadi, men shunchaki so'radim. Nima, sevganing bormi? Yo'q. Bunaqa emas. Orqamdan ikkita qiz rosa yugurgandi. Bilasanmi, men juda ham mashhurman. Hammaga sevgingni ko'rsatasan-da. Xo'sh. Savolingni davom et. Aslida bu do'stimning do'sti haqida edi. Meni do'stimni do'sti bor edi. O'sha do'sti o'zining do'stiga bittasini yaxshi ko'rishini aytibdi. Lekin do'stini yoqtirgan yigiti o'sha do'sti bilan uchrashib yurar ekan. Ularning munosabati juda jiddiy ekan. Lekin do'stimning do'sti u bilan uchrashayotganini aytolmayotgan ekan. Ay yo'q-ey. Tushunmadim, boshidan qaytar. Obbo, bu juda oson-ku. Mana bunday qarab tur, eshitib tur. Soho bilan men uchrashib yuramiz. Sen bilan esa juda yaxshi do'stlarimiz, to'g'rimi? Sen Sohoni yoqtirsang, Hazırlashyapsanmi? bu biroz mantiqqa to'g'ri kelmaydi.